Qubratxon 1912-yili Ukrainalik dehqonlar tasodifiy holda Poltavada bir qabrni bayqagan. Bu vaqa Ukrainaliklarni qattiq hayajonga solgan. Mazkur qabrdan chiqqan pullar va boshqa yodikorliklarni tadqiq qilish orqali bu qabrning buyuk Bulg'ar xalqining qurg'utisi Qubratxon qabrisi ekanligi ayon bo'lgan. Qabrdagi hamdapni buyumlardan qaraganda Qubratxon milodi 665-yillari atrofida vafot bo'lgan. Hozirgi Bulgariya davlati va Idil Ural bo'ylaridagi Tataristonlarning asosini solgan Qubratxon milodi 605-yili atrofida Idil vodisida tug'ilgan. Uning dadisi On Uyg'ur qabilasining iltabiri bo'lib, keyingi bu qabila boshqa turkiy qabilalar va Slavyan qavmlarini birlashtirib, Buyuk Bulgariya xalqini qurib chiqqan. Qubratxon hayotining dastlabki yillarini İstanbul'daki Vizantiya imperiyasi Xon sarayida o'tkazgan. 7-asrda yashagan Vizantiya tarixchisi Ioannis Nikio Qubratxon haqida ma'lumot qoldirgan. Qubratxon Atilla'nın vafotidan keyin parchalangan Yevropa hollarining yadroliq boshlamchi qabilasi bo'lgan On Uyg'urlarning iltabiri O'rag'aning jiyani bo'lib, tog'isining o'rnini besib, On Uyg'ur, Qut Uyg'ur, Ut Uyg'ur qabilalari Siberlar va boshqa 7 Slavyan qavmlarini birlashtirib, Qora dengizning shimolida tarqoq yashayotgan barcha turkiy qavmlarni o'z tug'i ostida ittifoqlashtirib, Bulg'ar ismli yip-yangi bir qabilalar ittifoqini borliqqa keltirgan. Qubratxon atrofdagi turkiy qavmlar tarafidan Ko'ktug'liq xon, Slavyanlar tarafidan Qubratxon deb atalgan. On Uyg'ur qabilasining tug'liq jamoatiga tava bo'lgan Qubratxon Uyg'ur qabilalarini to'liq ittifoqlashtirib, Buyuk Bulgariya xalqini qurgan. Buyuk Bulgariyaning chegarasi sharqda, Kuban, g'arbda, Dnieper, shimolda Donetsk daryosi, janubda Qora dengiz va Azov dengizi bo'lib, u Vizantiya bilan do'stona munosabat o'rnatgan. 7-asrning keyingi yarmida Qubratxon qo'shinini qaytadan zo'raytib, 40 ming jasur otliq askar bilan Kavkaziyani bo'ysundirish urushini boshlagan. U bu qitimqi yurishida Osiyo va Yevropaning janubiy fasli bo'lgan murakkab Kavkaziya rayonini to'liq bo'ysundirib qolmay, Sharqiy Anatoliya ziminigacha besib kirib, mazkur joylarni o'z ziminiga qo'shib olgan. Qubratxon vafot bo'lganda Buyuk Bulgariya xonligi Xazar xalqining besimi natijasida yemirilib, Qubratning o'g'illari orasida taqsim qilinib parchalab etilgan. Patrix Nikeforus birning so'ziga qaraganda, Qubratxon 635-yili Uyg'ur bulg'arlarining iltabiri sifatida Heraklios bilan tuzgan kelishim doirasida avarlarga qarshi cho'ng qo'zg'alon boshlagan. Shunda qilib Buyuk Bulgariya xonligi qurilgan. Qubratxon imperator Konstantin ya'ni 641-668-yillari davrida vafot bo'lgan. Nikeforos birning so'ziga qaraganda Qubratxonning 5 o'g'li bor. Bular Banbayan, Kotrak, Asparux, Kuber va Olzek. Qubratxon o'g'illariga mundaq vasiyat qoldirgan edi. Hargiz bir-biringlardan va bu tuproqlardan ayrilmanglar. Bu yerda inoq tursanglar, kuchinglarni xo'ritib qo'ymay, hukmronlik o'rnini davomli kuchaytiraysizlar. Biroq uning 5 o'g'li uning muhim vasiyatiga qaramay, sharqdan kelgan Xazar xonligi va ichki besimlarning natijasida dadisi vafot bo'lgandan keyin Buyuk Bulgariya davlatini butunlay parchalab tashlashdi. Bulg'arlarning eng muhim qismlari Idil va Ural bo'ylariga ko'chib kelib, Volga Idil Bulg'ar davlatini qurgan. Bular keyincha Chuvash millati bo'lib shakllandi. Chunki Chuvashlar hozirmi o'zini Bulg'ar deb ataydi.
Qubratxonning 3-o'g'li Asparuh Ishbaraning qo'mondonligidagi g'arbiy janubga ko'chib kelgan bulg'arlar 681-yili Donay daryo vodilariga burunroq ko'chib kelgan bulg'ariyaliklar bilan birlikda 681-yildan 1018-yilgacha davr surgan birinchi Bulgariya imperiyasini keyinchi yana 1185-yildan 1396-yilgacha davr surgan ikkinchi Bulgar imperiyasini qurib, bugungi Bulgariyaning ulini qurdi. Gerçi ular 681-yildan 864-yilgacha asli e'tiqodini saqlab kelgan bo'lsa-mu, biroq 864-yildan boshlab xristiyanlashib 14-asrga kelganda Osmanlılarning Yevropaga yurish qilishini to'sadigan eng kuchli jasur qo'g'dug'ichiga aylandi. Biroq ular yanala 1396-yili Osmanlılar sultoni Bayazid Yildirim tarafidan munqariz qilindi. 7-asrning keyingi yarmida Qubratxonning bir o'g'li davlatni ikkiga bo'lib Yevropaga qarab ko'chishni qaror qildi. Shunda qilib İdil Bulgar xonligi va Donay Bulgar xonliklari tangli barliqqa keldi. Tadqiqotchilarning bayonlariga qaraganda, tarixiy taraqqiyotlar jarayonida tug'luqlar Bulgarlar ustidagi egilik huquqini butunlay yo'qotgan. Shunlashqa Bulgariya jo'g'rafiyasidagi turk qon sistemasiga tava bo'lgan Bulgarlar keyingi zamonlarda butunlay slaviyanlashib ketgan. Bulgar xonlarining shajarisi nomli asardagi uchurlarga qaraganda, Qubratxon 12 mo'challik turk kalendariga asosan Kalejilida tug'ilgan va 60 yil yashagan. Arxeologiyalik va tarixiy tadqiqotlarda Qubratxonning vafot bo'lgan vaqti milodiya 650-yildan milodiya 665-yillarga to'g'ri keladiganligi ilgari surildi. Uni abadiy xotirlash uchun Antarktikadagi muzluq Livingstone orlig'i joylashgan to'pilikning ismi Qubrat egizligi deb ataldi. 1981-yili Bulgariyalik rejissor Lodmil Staykov tarafidan suratga ilingan tarixiy drama filmi Asparuhda Vasil Mikhailov Qubratxonning rolini olgan.